Atlant Fortuna asosiy omborxonasida o'g'rilik bo'ldi. Mana bu o'g'rilar yarim tunda kelib Atlant Fortuna asosiy omborxonasiga kirib, qimmatli jihozlarni o'g'irlamoqchi bo'lishdi. Hurmatli mijozlar, mana bu ikkita shumakerlar shu kecha Atlant Fortunani skladiga, bazasiga o'g'irlikka kiritdi. Tushunaymi? Shunday. Nima uchun kirdingizlar? Damashni filtr uchun. Sabab Shu skitda e'lon qilgan ekan shu uchun. tugab qoladi deb qo'rqdingizlarmi? Qanaqani qancha damashli filtr bor? Qanaqani? Juda ham ko'p-ku. Bu juda ham ko'p. Atlant Fortunaga qachon damashli filtri va boshqa narsa tugagan. Atlant Fortunaga damashli filtr ham, suv filtrlari ham, suv filtr biznesiga bog'liq bo'lgan barcha uskunalar tugamaydi. Mijozlarning talabiga binoan vagon-vagon keltirib beramiz. Hurmatli Atlant Fortuna mijozlari, bularga o'xshagan noto'g'ri fikrlamanglar. Atlant Fortunada damashli filtrlar, kullerlar, boshqa suv filtrlari umuman tugamaydi. Sizning talabingizga binoan mana shu raqamlarga murojaat qilsangiz yetkazib beraveramiz.